sizlar bilan Mittelspielning markaz darslariga qaytamiz. Ya'ni markaziy xonalardan qanday foydalanish. Misol uchun bizada bugun tushuntirib beradigan, ya'ni bitta debyut bilan sizlarga to'liq agarda piyodalar raqibda C6 va E6 da bo'lsa, bizada piyodalar D4, E4 da bo'lsa, markazdan qanday foydalanish kerakligini tushuntirib o'taman. Xo'p, piyodalarni, ya'ni Mittelspielda juda ham eslab qolinglar, to'g'ri Mittelspielda figuralarni rivojlantirish uchun to'g'ri piyodalar strukturasini rivojlantirishni ham bilish kerak. Ya'ni qaysi piyodalar qaysi joyda turishiga qarab qanaqa vaziyatlarga borishimiz kerak. Ya'ni umuman olganda piyodalar strukturasini, prohodnoy piyoda, himoyali prohodnoy piyoda, izolirованный piyodalar, zaif piyodalar, oldinga surilib ketgan piyodalar, orqada qolib ketgan piyodalar hammasida o'zini qonun qoidalari va joylashtiruv rejalari bor. Shularni agar to'liq tushunib o'rganadigan bo'lsanglar, bemalol Mittelspielda piyodalar strukturasini juda kerakli tarzda joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan raqibda, ya'ni biz oqda bo'ladigan bo'lsak, C6, E6 da piyodaga qarshi D4, E4 markaziy piyodalarini qanday ishlatishni birgalikda bir debyut orqali ko'rib chiqamiz. Xo'p, yurish amalga oshiraman. Debyut D4, D5 boshlandi, ot F3, E6, C4, ot F6 ko'rib turganingizdek vaziyatda ferziy gambit. Men o'zim juda ham yaxshi ko'radigan, rosa ko'p o'zim professional turnirlarda o'ynagandim, musobaqalarda o'ynagandim. Juda ham ko'p marta ishlatgan variantim farzin gambiti. Bu yerda ot C3 yurilishi kerak. Endi lekin bu yerda qoralar DC varianti bilan, ya'ni принятый ferziy gambit, ya'ni qabul qilingan farzin gambitiga o'tishyapti. Bu yerda fil J5, oqlar fil E7, E4 ko'rib turganingizdek oqlarda kuchli markaz hosil bo'ladi bu yurishdan keyin. Endi shaxmatni boshlab, figuralarni yurishini o'rganib, mot qilishlarni tushunib, ancha yaxshi o'ynab qolgan shaxmatchilarga tavsiyam, ya'ni yana bir level, ya'ni bir pog'ona tepaga ko'tarmoqchi bo'lsanglar o'zingizlarning darajalaringizni, birinchi bo'lib mana shuni o'zingizlarga singdiringlar o'ynayotgan paytinglar, markazni egalladinglar, yengil figuralarni hammasini o'yinga chiqardinglar, shohni xavfsiz joyga himoyaladinglar, undan keyin hujum haqida o'ylanglar. Ungacha ikkita figura chiqarib, bitta kichkinagina hujumcha, bitta farzinga hujum qilsam qochadi yoki bitta figuraga qilsam hujum qilaman, bu ham yaxshi degan narsalarni esdan chiqaringlar. Strategik, tizimli, aynan yaxshi, kачественный partiyalar o'ynashni xohlasanglar, ya'ni grossmeysterlarga o'xshab tushunib, vaziyatda ongli ravishda qaysi tomonga yo'naltirilayotganini tushunib o'ynashni xohlasanglar, birinchi bo'lib hamma narsani rivojlantiringlar. Shohni xavfsiz joyga qo'yinglar, markazni mukammal egallashga harakat qilinglar. Raqib agarda to'liq markazni beradigan bo'lsa, eslab qolinglar, sizlarda yarim yutuq degani. Markazni to'liq egallasanglar. Xo'p, E4 H6 yurishidan keyin razmen variantiga borib to'qlar, fil F6, fil F6 va fil C4 piyodani qaytarib olamiz. Ko'rib, mana vaziyatga baho beradigan bo'lsak, oqlarda 3 ta yengil figura hammasi o'yinda, markaz oqlarda va shoh rokirovka qilishga tayyor. Qoralarda bo'lsa faqatgina F6 dagi fil o'yinda, qolgan ikkita figura hali o'yinga, yengil figuralar o'yinga chiqib ulgurmagan, shoh ham hali ham markazda. Mana bu bizga vaqtinchalik ustunlikni beradi, ya'ni временное преимущество. Va nimaga vaqtinchalik? Vaqti kelib, agarda qoralar figuralarini rivojlantirishga ulgursa, bu ustunlik tenglashuvga olib keladi. Xo'p, fil C4 ot D7 xavfsiz tomonga rokirovka qilamiz, qoralar ham rokirovka qiladi. Oqlar ham, qoralar ham ko'rib turganingizdek rivojlantirishni davom ettiryapti. Hech qanaqa hujumlarsiz. Ana endi F6 da turgan filni qaytarish uchun, markazni yopish uchun E5 yurishi amalga oshirildi va mana shu yerda muhim jang ketadi, ya'ni yengil figuralar rivojlandi. Endi farzin va ladyalar qaysi ko'rinishda joylashadi?
Bu yerda oqlarda farzin yeyik yurishni amalga oshirgan. Nimaga? Chunki oqlarni vaziyati markazni egallaganligi hisobiga oqlar aynan markazga tayangan holatda shoh tomonga hujumga o'tishadi. Yikkidan maqsad Y4, kelajakda fil D3 qaytib H7 xonasiga, demak, hujumni rivojlantirish maqsadida. Xo'p, fil Y7 farzin Y2 ruh Y8, ruh A D1 xonasiga D liniyada qachondir biza markazni ochish imkoniyatini o'zimizga qo'yib qo'yamiz ladya D1dan keyin va C6. Mana biza boya boshida darsimiz boshida aytib o'tgandim. Raqibni piyodalarini joylashuvi C6 Y6 ga qarshi D4 Y5 markaziy piyodalar. Qanaqa davom ettirishimiz kerak bu yerda. Endi C6 yurishidan keyin bu yerda yozishcha qoralarni aynan C6 yurishdan maqsad D5 yurishiga bermaslik, ya'ni markazni buzib, ya'ni juda ham kuchli aktiv figuralarga qo'yib bermaslik uchun C6 yurishni amalga oshiryapti. Farzin Y4 boyaga aytib o'tganimdek, farzin markazdan shoh flangiga figuralarni rivojlantirishda davom etamiz. Ruh F1, ya'ni ikkita ruh D1 va Y1 xonalarida markaziy piyodalarni himoya qilgan holatda turadi. Ot F8 farzin J4, B6 farzin H5. Endi mana hozir bir narsani tushuntirmoqchiman. Oqlar o'z farzinini perevod qildi, ya'ni bir flangdan ikkinchi flanga olib o'tdi. Bu yerda zaiflik ko'rinib turibdi. Y6, F7, J7. Agarda oqlar ruhini Y4, J4 xonalariga ulguradigan bo'lsa, juda ham katta bosim ostida qoladi qoralar. Fil B7 yurishiga aynan xuddi shu yurish, ruh Y4. Markaz egallandimi, piyodalar joylashuvi holatdami, ruhlar bilan endi shoh flangiga, demak, rivojlantirishimiz kerak figuralarimiz. Fil B4, ruh J4, fil C3, BC. Bu yerda o'zi oqlarda juda ham katta ustunlik kelib chiqdi. Agarda kichik vaziyatga baho beradigan bo'lsak ham, maksimal qoralarni joylashgan figuralar 6-gorizontalda joylashadi. Undan orqada hamma figuralar. Oqlarda bo'lsa markaziy xonalarni piyodalar struktura zanjiri egallab olgan. Bittagina fil C4dagi ishlamayapti. Ruh farzin juda ham kuchli hujumda. Demak, oqlarda vaziyat ustunligi shoh H8 ga ana endi ot J5 yurishni amalga oshiramiz oqlar. Buni o'rniga misol uchun H6 yurish ketyapti. Agar B5 yurishni amalga oshirganda ham filni D3 ga qaytib hamma figurani bir tomonga, demak, olib o'tishga harakat qilishimiz kerak bu yerda. Endi agar shoh H8 ga ruh D3 yurish ham bor edi, bu yurish ruhni misol uchun yoki J3 yoki H3 ga qo'yib piyodalar zanjirini buzish maqsadida. Xo'p, ot J5, ot J5 ga ruh F7 piyodasi himoya qilinyapti va ot Y4. Ana endi bemalol D6 xonasida mukammal turish imkoniyatiga ega bo'ladi oqlarning oti. Ruh D8, ruh D3, C5 va mana shu yerda juda ham kuchli yurish qilingan oqlardan ot F6 yurishi. Buni o'rniga men sizlarga tavsiya qilaman, o'zi hamma figuralar aktiv joylashib bo'lgandan keyin, misol uchun 4 ta figura yoki 5 ta figura shohga hujum qilyaptimi, eslab qolinglar, bitta figurani jertva qilish tabiiy, jertva qilish imkoniyatimiz bor degani. Mana shu yerda ruh J7 urish imkoniyatimiz ham bor edi. Agar shoh J7 ursa, ruh H3, H6 piyodasiga hujum qilamiz va bu piyodani himoya qilish imkoniyati umuman yo'q. Maksimal qoralar shohni qochishga harakat qiladi. F6, farzin H6, shoh F7, ot F6 yurishidan keyin shoh orqaga qochishga umuman imkoniyati qolmaydi. Bu yurishdan keyin bemalol qoralar bu vaziyatni topshirsa ham bo'ladi. Misol uchun nima qilish mumkin? Agarda misol uchun peshkani uradigan taqdirda ham ruh J3 dan keyin
jetidan bir yurishda bot kelyapti. Buni himoya qilish imkonsiz. Va mana shu vaziyatda oqlar judayam katta ustunlik evaziga vaziyatni g'alaba bilan yakunlashadi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, bizning shaxsiy Telegram kanalimizda professional shaxmatchining ishlash jarayonlari, umuman professional ishlaydigan shaxmatchiga kerak bo'ladigan manbalar, vaziyatlar, umuman kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarni o'zim o'rganib sizlarga o'sha Telegram kanalda berib borishga harakat qilaman. Agarda qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Yana bir narsani strukturada tushuntirib ketmoqchiman. Ya'ni markaz egallangan holidan keyin ko'rdinglar, oddiy yetti yurishga birinchi shoh xavfsiz joyga yashirildi. Keyin demak aniqlab olingandan keyin qaysi tomonga hujum qilish, keyin Y5 yurishini amalga oshirib markaz yopildi. Va o'sha yurishdan keyin farzin aynan juda ham kuchli ideya menga yoqdi. Misol uchun farzinni Y4, J4, H5 xonasiga demak olib o'tish, evakuatsiya emas, olib o'tish, hujumga yaqinlashtirish imkoniyati juda ham kuchli ochib berildi. Xo'p, ruh Y8, ruh D1, S6, fers Y4, fers Y7, ruh Y1, ot F8, farzin J4 va farzin H5 yurishdan keyin qolgan figuralarni ham birin-ketinlik bilan aynan shoh flankiga yaqinlashtirib va vaziyatni katta ustunlikda g'alabaga erishdi oqlar. Xo'p, bu bizning ikkinchi darsimiz, ya'ni Mittelspielga umuman markazni egallash bo'yicha bo'lgan ikkinchi darsimiz. Men o'sha birinchi darsdan to bu darsgacha bo'lgan vaziyatlarda sizlarga markaz juda ham muhimligini tushuntirishga harakat qilyapman. Bu narsani o'yinda qo'llab, agar vaziyatni tushunadigan darajaga yetganingizda qanchalik markazni egallash muhimligini o'shanda tushunib yetasizlar. Shuning uchun markazni egallash, umuman figuralarni markaziy xonalarda rivojlantirish, markaziy xonalardan shoh tomoniga to'g'ri hamma figuralar bilan birgalikda hujum qilishlarni o'rganib, o'sha o'yinlarda mana shu narsalarni qo'llashga maksimal harakat qilaveringlar. O'shanda markazni qanchalik muhimligini birinchi darsimizda ham aytganda, markazni egallagan butun vaziyatni nazoratga oladi. Bu narsani hozirgi bugungi debyutimizdan ham tushunib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlar bo'limida o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Bu juda ham men uchun muhim. Va tushunmagan joylar bo'lsa ham izohlarda qoldirsanglar, biz o'zimizning Telegram kanalimizda aynan tushunmagan joylarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.